At, on, in ishlatilishi juda oddiy. At aniq vaqt, joy va lokatsiya bilan ishlatiladi. On kunlar, sanalar va yuzalar bilan ishlatiladi. In oylar, yillar va fasllar bilan ishlatiladi. Keling misollarni ko'rib chiqamiz. 8 p.m. bu vaqt, shuning uchun at 8 p.m. Sunday bu kun, shuning uchun on Sunday. Airport bu aniq joy, shuning uchun at the airport. 2nd of June bu sana, shuning uchun on 2nd of June. November bu oy, shuning uchun in November. Rainy day oddiy kun, demak on a rainy day. 2025 bu yil, shuning uchun in 2025. Monday morning Monday kun, shuning uchun on Monday morning. Spring bu fasl, shuning uchun in spring. Shunday qilib, qaysi predlogni ishlatishni bilmasangiz, iborangizdagi bosh so'zni ko'ring. U kunmi, oymi, vaqtmi, joymi? Mening tushuntirishimdan foydalanib, so'zni tegishli predlog at, on, in bilan bog'lang va boshqa xato qilmaysiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. U yerda biz har kuni ingliz tilini yanada batafsil o'rganamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha